Bugun O'zbekistonda juda ham ko'p odam tanigan turk restorani Efendi'da zavtrak qilib ko'ramiz. Qani nech pulga tushar? Siz ham agar Efendi'da zavtrak qilib ko'rgan yoki obed yoki ujin qilib ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldirib qo'ying. Sizga qaysi ovqatlari yoqadi? Ishlarim juda ham ko'payib ketgani uchun ovqat tartibim yo'q. O'shaning uchun soat 11 da zavtrak qilgani keldim. Zavtragimiz 10-15 minutda keladi deyishdi. Vaqtga qarab qo'ydim. O'shaning uchun ungacha kelinglar, ichkarilarda poni obzor qilib ko'ramiz. Men ko'proq har doim premium joylarda hojatxonasigacha e'tibor beraman. Ularni ko'rgan bo'lsangiz, hamma juda ham toza, choylari bepul ekan. Keyin keldi, zavtragimiz vaqtida keldi. 10 minut 15 minut deyishgan vaqtda keldi. Men hayron bo'ldim. Nonlari bepul ekan. Uje endi sizlar kutgan vaqt keldi. Hammasini narxini chiqarib qo'yaman. Sizlar ham hisoblab ko'ringlar. Kommentariyaga nechta bo'lganini yozib qoldirib qo'yinglar. Narxlar hamma yoq sizlarga agar ma'qul keladigan bo'lsa, bu videoda eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Birga zavtrak qilib ko'rsalar ham bo'ladi. Qahva degan nonushtasi 80 ming ekan, oddiy qaymoq 20 ming ekan. Mazasi lekin juda ham mazali, yoshlikda eslatadi. Bu zavtrakda zerikib qolmasliklaring uchun har xil mayda-chuyda narsalar ko'p. O'shaning uchun faqat bir xillikda his qilmaysizlar, yeb ko'rsalaring bo'ladi bemalol. O'zbeklar har doim ertalab tuxum qovurib yeydi. O'shaning uchun mana kalbasali tuxumli ovqati bor ekan, suchukli yumurta degan. Bu hozir ko'rib turgan zavtraklarning hammasi 2 kishilik, lekin suchukli yumurtasi menga yoqdi. Normalniy mazasi yaxshi ekan. Qolganlariga har xil narsalarni qo'shib ko'rib yeb ko'rsalar ham bo'ladi. Общий shotimiz 176 ming so'm bo'ldi. 2 kishilik zavtrak uchun menimcha 176 ming so'm normalniy bo'ldi deb o'ylayman. O'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldirib, keyingi joy qaysi joy bo'lishini xohlab qolasiz.